brat boshlab beradi fayz bilan. Bitta duo qilib bersangiz yaxshi Fayzi ham. o'tamiz. Zapisga topdi. Qani ilohim. Ilohi amin. Omadimizni beraversin, jonimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Fayzimizni bersin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Loyla qondaysizlar, salomatmisizlar? Kulgulishin kanalimizga xush kelibsizlar. Davay kulishamiz rubrikasini navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Men va Javohir sizlar bilan. Ha. Assalomu alaykum do'stlar. Salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kirib kelgan yangi yilinglar hammaga qutlug' kelgan bo'lsin. Mana yangi yilda endi birinchi son adashmasam bu ha. Birinchi sonimiz akalar. 2026-yilda ilk soni. O'shuning uchun yana ilk marta eslatgandek eslataman. Bu videoni yolg'izlikda ko'ringlar, oilaviy ko'rib o'tirmanglar akalar. Anus sal qalbi nozikroq erkaklar ham ko'rmay qo'yaversin. O'sha bu o'zimizni jaydari mana reelsdan chiqib keladigan har xil bo'qlar akalar. O'shuning uchun bo'lmaysizlar. Shunaqa. Mana brat fayz bilan boshlab beradi hozir. Ha brat, boshlang. Yaxshi emas, lekin birovni ustidan kulish yaxshi emas. Vijdoning qiynalmaydimi? Mana shunaqa videolarni ko'rgan paytingda. Men ishonaman, bir kun mana shu ikkovlari biriga uchrashishadi, zo'r kontent bo'ladi uchrashishda. Mahmud filmda ko'rganmisiz buni? Akamiz yaxshi niyatda 3-odamga sotyaptilar. Uyda ishlari yurishmagandan oxiri 2026da ham tupikka kirganlar boshida. Bugun 4-yanvar bo'lsa 2025 tonni dabdala o'tgan hayot kasha. Eng qizig'i 2 etajli, 2 sotiga tiqib qo'yganlar, ashincha rasxodni. Aytganimizdek hammadan qarshilari bor, mallardan ham, uyda egasidan ham, xullas hamma общий bitta bo'lib kashi bo'lyapti. Uyni sotmaslik bo'lmaydi. Gaz bor, svet bor, suv bor, kanalizatsiya bor. Sababi Farg'ona shahar eko shaharda oldida. Uy juda ham didsiz qurilgan, ko'rib turibsizlar. 2 etajga 7 xona. Ikkalini olib kelib ko'rsataman. To'g'risi ko'ngli sovib ketadi. O'shuning uchun olib kelmayman. Sababi bu uy sotish maqsadida qo'yilyapti. Sotiladi deb umid qilib chaqiribdilar. Bilmayman endi sotiladimi yo'qmi, o'zinglar bilasizlar. Xo'p, like bossalar, aka yordam bo'lishi mumkin. So'killarga pullar yetmay qolgan, chunki vaqti haqiqatda 55 mingga sotganlar, pulni olganlar, lekin oxirigacha qoldi. Aka bilan urushib, naprisib eski klient bilan boshqatdan sotuvga qo'yilgan. Kim $1000 qo'shib o't bersa beramanni, xullas 54 mingga baraka qilib yuboradilar. 7 xona, 2 sotikli, 2 etajli, balkoni bor, o'tayda qilib qilingan, kichkinagina, o'tayda qilingan. Sig'adi, hech qayerga aylanolmas ekan, chunki mashinchali balkoni bor. Bu bor balkonni bo'lgandan yo'g'i yaxshi edi. Tashqarini ko'rsatib qo'yaylik. Tashqarini mayli kelib ko'raveringlar, ish zararladi, tilollashaveramiz. Ish zararladi. Tashqib qo'yaylik, xullas holatini ko'rib turibsizlar. Ashi 2 sotikli lokatsiya zo'r. Mana eko shahar o'tda shahar hokimiyati kelyapti. Yaqinda vaqtlar juda ham obod bo'lib ketadi, ishontirishyapti. Telefon qilaverasizlar, sizlarga baraka. Kvartirani narxiga uy. Uyni ko'ryapsiz, Uglovoyda. Jicha maqtash kerak, haqiqatda sababi maqtaydigan xonasi. 54 mingga baraka qilib yuboramiz. Ichkari korobka holat bo'lyapti. Kelib ko'raverasizlar. 7 ta xonani chiroyli qilib qo'yilgan. 2 ta oila bemalol mana shu yerda 54 mingga 7 xona, 2 sotiq. Nima deysiz, ha? Zo'r. Buni ichiga yana ketadi lekin ancha. 20 minglik transporti bor. Qana, bu balkoni qo'shindagi shundoq ko'rinib turar ekan. Nito emasmi? Nito, lekin shunaqa qurilgan. Jonidan to'ygan obunachilarimiz uchun o'z suyulmaydigan Matistof qo'ydi. Bu mashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. To'g'ri songa ketasizlar. Shpakilovkasi, kraskasidan ham ko'paygan, to'rala baloni 5 yil ekan. Shuncha mehnat qilib pachon mashinalar topyapmiz. Obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Bu mashinamiz yurgan masofasi qidirilmoqda. Buni yutib yursanglar ham menimcha oqarish qiyinroq. Eng afzal tarafi gazi bor ekan. Eng qizig'i itarsa zo'r yurar ekan. Aytganimizdek, o'tsa yurmay qolar ekan. Bu mashinamizni oldingi hozirgi kunda sarg ekan. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bu mashinamiz bo'ladigan narxi $1300 bo'lsa beramiz deyapti. Bu mashinani jonidan to'ygan tanishlar jo'natmaysizlar. Jonidan to'ygan obunachilarimiz uchun o'tsa yurmaydigan Matistof qo'ydi. Bu mashinamiz 2006-yilda yana bitta dushman yo'q qilindi. Salom. Men Makrofagman. Sening shaxsiy terminatoring. Gipotalamus buyruq berdi. Men ijrochiman. Bakteriya, virus, hatto rak hujayrasi. Men hammasini yeb tashlayman. Virus emas. Sen yegan bitta bo'lak tort yoki bir shisha kola meni 5 soatga falash qiladi.
Meni tirik qoldirishni xohlaysanmi? Shakarni yo'qot. Meniki Men o'lgan 100 ta ekanda. bakteriyani yeb bo'lgach, portlayman va o'laman. Mening o'ligim bu yiring. Yiringni ko'rsang, jirkanma. Bu mening qahramonlarcha o'limim. Agar bizni ko'proq bo'lishimizni istasang, oqsil ye. Mazali. Ana, ko'rdingizmi? Oqsaling, ko'lik cho'rmasdan. Ye, o'sroqlar, oqsil. Qulobomi qo'lada, ha? Balobomi qo'lada, 4 kak balobomi bu yerda endi. O'shada shirinlik Oqsil yeylar. ye, Maduro-ku. Voy. Va, Marsun intellekt chiqdi, balo bo'ldi. Hamma yoqqa. Realmi sun'iy intellektmi? Qish ekanda, nima bo'lsa ham Realmi sun'iy intellektmi? ekanda. Sun'iy intellekt. Achkizdan bildim. Yo'q, o'g'am, u pochkalariga sovuq o'tib ketadi. Buni. Masdan yura olasanmi, ha? Immogur. Mashina narsa olib beraymi senga ham, ha? Tog'da mashina yurasanmi? Bas, nimani aytyapsiz? Ustidagi. Voy. Like bosib qo'y shuncha mehnatiga. Ya, o'la, kerakmidi shu endi? Uy! Voy! Ko'rmasdan tashlab yubordi. Voy! Keyin ko'rdim. Voy, beli bilan tushdi aylanib. Ya, ikki oy ishlatsam bo'ldi. Endi so'kinish mana shu rostdan-da постоянно shular tashlaydi. Mana bunaqalar ko'raylik, bular hech nima tashlamaydi, og'a. Qani? Go'zallarda Mashina insof qila bor. olasanmi? Ha, ay. Qila olasanmi? Ha. Yo'q, Mana shuni yonida bo'lsam qilaman, o'rganaman shundan. Yo'q, uni qarang. Voy. Rezinkada ekan, ha, tanasi. Yumshoqqina, katta-katta. Третье. Если девушка говорит позже, это означает никогда. Давай, ступай. Здесь куча девиц, которые мечтают с тобой танцевать до упада. Третье. Если девушка говорит позже, это означает никогда. Bo'ldi, qayta ko'ryapmiz. Men gapi ma'noli gap ekan, og'a. Agar ayol qizlar deyapti, "Keyin" desa, demak bu degani umuman bo'lmaydi degani. Hech qachon degani. Deyapti-da, o'sha haqiqatda o'ylaylar, bu aqlli gap gapiryapti, akalar. To'pni ham qilibsan u joyida, bos. Orlando, levántate, Orlando. Levántate. Capturaron a Maduro, Orlando. Ay, de verdad, vamos. Ye. O, Anu ekanda u. bular hali anu. Mayli, ularda ha, haligi ekan. Bularda oddiy holda haligilik. Ya, gap yo'q. Umid qilamanki, keyingi mamlakat Eron. Voy. Voy, hamma eronliklar mana shu yerda. Neft tashadi. Hoppa. Yo'q, rostdan shunaqa. Tortish kuchi bor-da baribir, o'sha Kil qiladimi rostdan? Gravitatsiya jinni. Sakrab ko'r. Yo'q, kamerasi likki, o'z qimirlashiga qarab qimirlayapti-da bunday. Ha, anu stabilizatori yo'q ekanda. Yo'q. Fantastic, me lo sé fantastic, soy adicto a cómo lo mueve, lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Behayo, uyatsiz. Yana tablaqlar.
nimalarni ko'rsatyapsiz bu yoshlarga? Ey! Meni nima aybim bor nima? Nimaga o'tqizib yubordim aytmayapsiz? Bunday bir yosh katta ulug'imiz siz bo'lsangiz. Ey, o'tqazan uni, sharmandani. Axir bu shaytonni kiyimi-ku degan gaplar qayerda qoldi? Mingni ko'rib fikr qil. Birni ko'rib zikr qil degan ekanlar. Shukr qil degan. Deymi? Ha, Nima siz ko'rib shukr qilib o'tiribsizmi? Yutqizganingga shukr deb. Ko'rsatganingga shukr deb. Vaziyat. Endi vaziyat har xil vaziyat bo'ladi insonda. Bu ham bir vaziyat. Nimani ustida to'xtab gaplashyapsiz hozir biz to'xtagan joyimizga qarang. Yehe, qaysi shahar bu og'a, uni qarang, shuncha svet bekor ketyapti. Bu menimcha Malayziya bo'lsa kerak. Malayziya, ha, to'shni. To'shni Malayziya. Yehe, og'a bu Boyaginga like bosmadim senga maraz mana. Qol endi. Yana bosdim. Yana bosdim. yu onasin. My name is Billy. Yo, astagfirullah. To'xtangchi. Kiyim, og'a, kiyim. Хороша, как я. Yaxshi kiyim bo'ldi lekin. Mana shunaqa olib beraymi senga, ha? Yo'q, men ona narsa kiymayman. Qara lekin, issiqda, sovuqda kerak bo'ladi. Mana shuni ko'rmaylik, mana shu yo'ldagi videolarni ko'rsam asabim buziladigan bo'lib qolgan. Ko'rmaylik. Kim bu? Jenny. Jenny? Ha. K-pop yulduzi bu. Karislarning K-pop yulduzi bu. Buniz kiyimga qiynalganmi, nima u? Qiynalgan bular, karislar qiyin bularga hozir. Xabar masalasi juda ham qiyin. O'shancha O'rta Osiyo bilan ana hamkorliklarni kuchaytirishga harakat qilishyapti. Latta bitta yo'da bo'ladi. Biza orqali через biza orqali boradi, xudo xolasa. Ishon, bular kiyimli bo'ladi yana 1-2 yilga. Endi hozir akalar tabiiy hol shuning uchun qo'llab-quvvatlab turaveringlar bularni, bechoralar. Kommentida yozib qo'yinglar. Bechoralar, sizlarga achinamiz, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasizlar deb anu qilib ko'nglini ko'tarib turinglar bularni. Ishtoni yo'q ekan, anusi yo'q ekan deb unaqa gaplarni yozmanglar akalar. Bechoralar nima qilsin endi? Koreyaga yordam. Ha. Karislarga yordam. Mana odobli, oy. Kim bu mana? Kiyinsa bo'lar ekan-ku mana. Bo'lar ekan mana. Mana kiyim olgan, tuppa-tuzuk mana. Tuppa-tuzuk ana. Javohirda faqat plus 35 millionlar chiqadi, yana bir balo. Ana otdek mana. Normalniy. Otdek, ha, mana. Ha, normalniy. Kiyimi bor otdek. O'zbekistonda Aristonni qotili va mana shunday universal suv isitgichlar o'zimizda Farg'ona Gaya xodimlari shaxsiy mashinamni tintuv qilishiga haqqi bormi? Ha, bor. Chek mashinaga binma. Shaxsiy mashinangizga tonirovkani pulga sotib olyapsizmi? Bu nima ko'rsatyapti? Bu endi bu ham karis bu ham. Ana qara o'rtasida anime turibdi. Karis bu ham. Bu ham bechara bu ham. Bu ham yordam puli yig'yapti-da. Ko'ryapsanmi? Kiyimga. Muammo bo'ladi akalar, kiyim muammo bo'ladi. Kiyimga donat puli yig'yapti, ana kommentariyasida yozuvlari bor. Tirnog'i uzun-ku mana buni qarang. O'sha tirnoqni nima daxli bor kiyimga? Uzun bo'laveradi. Tirnog'ini o'stirib, o'ziga qarab yurgan qiz ekanda bu. Shunga pul topgan, bunga pul topa olmaydimi kiyimga? Yo'q, o'ziga qaramagandan tirnoqlari o'sib ketgan, tushunyapsanmi? Qaramagan o'ziga. Qaramagan, puli yo'q bo'lgani uchun-da akalar, kiyimi ham yo'q bechorani. Ularni yo'qotguncha qanday? Samurayka. Samuray ekan. Ye. Yana karislar. Ye.
Paris bu. Ana. Yo. Yo'q, hammasi ishtonsiz. Yo'q, prosta. 夜莺一样只味道，仔细东来。明码标价的那些物，非黑 Oo! Sehrgar ekan. Sehrgar. Sehrgar ekan. Nima sehr qildi? U sehr qilmadi. Sehr qildi, ko'rmay qolding. Orqaga qaytar ko'rasan. 鸡巴，射程2球全空中。夜莺一样只味道，仔细东来。明码标价的那些物， O, ana. 射程2球。 Nima sehr bu? Sehr u. Orqada lampochka yonib ketdi, yaxshi lampochka. Sizga o'xshaganini qo'ygandir-da ovoziga yonadigan qilib. O'sirgandir, keyin yongan. Yo, chiqarmadi-ku, ovoz chiqarmadi-ku, muzika bor edi. Balkim o'sirmagandir. O'sirib ustiga muzika qo'yib yuborganda. Sehrgar opa deb qo'yasan. Bu kim? Ana u ham. Paris, boya aytdim-ku. Ana. Voy. Yo tavba. 26 yil baxt omad xursandchilik olib kelsa aynan futbolimizga xudo xohlasa jahon chempionati bo'lib o'tadi. Voy. Nima? Otabek aka baxtli ekan. Shunday inson bilan ko'rishdi. 23 yil oldin apelsin bo'lardi, sizda bo'lsa, streamerlar uchun shunaqa donatni sistemani zo'rini qilib bergan edi. Kompaniyani sotishdi-da. Chivordiylar xafa bo'lmanglar-yu, lekin. Sotishmadi, aka uning protsenti ko'p. Har bitta donatdan protsent urdi. Ya, u mayli, lekin Ashetigacha olib yo'q edi-da. Eshit, sen yo'q edi-da, u paytda alternativa. Apelsinga yo'q edi. National alert bor edi. Xo'p, lekin yopib tashladi-ku o'sha proyektni. 3 yil davomida streamerlar borib, bomj bo'lib qoldi prosta takka. Protsent aka foizni tepadan foizni vashshi katta qo'yib yuborish. Hop, qo'ygan taqdirda ham odamlar o'sha narsa alternativa yo'ligiga ishlab turuvdi, kuniga yarab turuvdi. Yo'q bo'lib qoldi-ku. Keyin mana shu nima deydi, solo bolalar o'zi ishlab qilishdi shu donatlarni borib, keyin bular marazlar tushundida, voy bu yerda foyda zo'r ekan deb hamma kirishni boshladi bu narsaga. 23 yil oldin apelsin. Qara. Ha. Apelsinni endi Yaxshi joyda gaplashaylik dedim-da, bir chiroyli joyda gapiring. Qancha gapirsiz ham eshitishadi bolalar. Endi qara. Apelsinni tepadan foizini katta qilib yuborishdi-da, apelsinga nisbatan. Ha. Endi foyda bo'lmagandan keyin u yerda ishlaganni ham keragi yo'q-da baribir. Ha. Apelsin baribir boshqacha bo'lgan har doim. Tushundingmi? Ha. Mana shu erkak bo'lib chiqsa ya. Ha. Kim bo'lib chiqsa? Erkak. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ha. Mushuk bo'lishni yaxshi ko'rar ekanda, mushuk bo'lishni. Chi bilan. Ushlasam. Uma foquinha. Esse peixe tá podre? Ai, gente. Cara, às vezes é bom a gente não entender as coisas. Voy buni krestosiga nima bo'lgan? Moda shunaqa uni. Yo'q. Ha, shunaqa. Bu ana. Namuncha arriq bo'lar. O'zg'i mashina qolardi, olib chiqishadi anonga. Modellik bir nimalikka. Uylanishga ham qo'rqadi odam. Yo'q, cheres churda akalar, mana buni qaranglar. Yog'ochda, polni. Skelet, ha. Skelet. Assalomu alaykum aka, tinchmisiz? Bitta og'ir savol bor. Proteinzami? Ko'takamiz. Raqsda endi. Mashina o'ynay olasanmi sen? Ha?
Buni просто qaychi qilishyapti. O'yna, bitta. AQSh bu telefonni hech qachon buzib kira olmaydi. Venesuela prezidenti Endi shuni gaplarni eshitsam kulgim qislayapti borku. Undan rosa ko'p gapirgan ekanda, Trumplarni, boshqa AQShni. O'sha gaplarni qo'yib video qilishyapti. Olib chiqib ketishdi, yotgan joydan onasini emsin. Nikolas Maduro Okey, 2026-yilda Malibu olaman deb niyat qilyapsiz. Mana shu videoni siz bitta ko'ring, keyin oxirida yozib ketasiz. Fikringiz haqiqatan Malibudan o'zgardi. Mazda degan mashina yuvib ketdimi? Yoki hali ham Malibu oldingizmi? Odamlar olmay qo'ydi shekilliga. Okey, ko'rinishi 40 ming 50 ming dollarlik video beradi bemalol. Mana o'tibga borganingizda ham seriozli bittada kelganingizda his qilishadi. Michelin ballonlarda turibdi, o'zini 19 28 ming. To'xta, siz aytishingiz mumkin. Ukam, bu Xitoy mashinasi bo'lsa, menga mantiq qilib deyishingiz mumkin. To'g'ri Xitoy mashinasi, lekin Mazda degan emblema turgan paytda bunaqa gaplar unutiladi. Chunki Mazdani maqtashni o'zi ham kerak yo'q. Ichki salonlarni ham ko'rsating. Oyna bezramishli bo'ladi, bezkulchoy do'sti bor. Bakovolari qiziydi, mертвый zonalar hamma bu уже sanab o'tirish shart emas. Bularga уже oddiy hol. Abduf podograf, multirul, head-up display, hamma funksiyasi bor. Tomlarini qaranglar, boshqa ekan. Sidenlari sportivniy qilingan ekan. Bitta orqadan o'tirib ko'rsataman sizlarga. Orqadan Androidda bir boshqa joyni qo'ysak-chi, bu vaqtda yotib donasini. Ichki salonlarda okalar jigarang koja va alikantaridan foydalanilgan. Polni katta 20 ming orqada orqaga kelgan, mazza qilib orqaga ketayotganlar osmon tomosha qilib xursand bo'lib ketishadi. Arzonmi shunaqa 22 mingga? Mashinani ichini ko'r. Oxir 22 mingga dahshat mashinalar bor hozir. Bilasan, konkurensiya bo'lgan joyda narx sinadi konkretni. Hozir shunaqa, hozir talab bor. Xudoga shukr, ajoyib. Lekin baribir Cobalt siyla. Gap yo'q. Bu nima bor? Ha, bolasi ekanda. Voy, rangi o'zgarib qoldi. Tepaga chiqsa rangi o'zgarib qolar ekan buni. Ashnaqasi ham bo'ldi. Vaziyatga baho bering deydi. Voy, voy yendimi? Voy opasi jilli. Tashqariga chiqaman deyapti. Voy, suvni tiniqligini qarang ey. Saniki unaqa emasmi? Saniki ham shunaqa. Men endi yo'q, yangi almashtiribdi-da suvni. O'zi odatda bunaqa tiniq turmaydi, где-то bir haftalarda sarg'ayib ketadi. Kayfatila ochilyaptimi? Ochilyaptimi? Endi bular prikol qilmoqchi bo'lganda. Baqirma bu uyni. Qishloqdoshlar mana pochtani oldida. Mana Kamol aka ertaga soat 9 ga so'ylaygan. Ho'kiz bor, mana ho'kiz qarangizlar. Oluvchilar bo'lsa kengizlar. G'ofurjon, zo'rmisan? Mazang zo'rmi? Charchamaysanmi? Bu ho'kiz so'ylama, Kamol aka so'ylama. Nima deyapsan o'zi? Yaxshilab bir qayta ko'rdi. Nima dedi o'zi? Qishloqdoshlar mana pochtani oldida. Mana Kamol aka ertaga soat 9 ga so'ylaygan. Kamol aka ertaga soat 9 ga so'ylar ekan. Qiz qarangizlar. Oluvchilar. Kamol aka so'ylarmi-ki, ho'kizmi deydi. Voy. Voy, ana og'aynisini kirib tashladi. Shu qizni topishda yordam bervoringlar dedi. Nega so'ramasdan qo'yib yuborsiz, rasmdagi qiz. Shu profilni ochib olibdi mana.
Rasmdagi qiz deydi Marrat. Again? Yana deyapti. Qarzi bor shekilli Javohir. Qarzi bor. Qarzdor bo'lgan. Qachon berasan deb. Qachon berasan deyapti. Egayin deydi. Egayin degani yana degani. Yana ursang aytaman deyapti. Keyin ko'tarilib turib ko'tardi-ku, ana ko'tarildi-ku. Ko'tarilgan payt cho'ntagiga sekin tiqib qo'ydi. Pulni tiqdi, sizlar ko'rmay qol deydi. O'sha joyini qirqib tashladi-da bu. Men garantiya beraman, pul berdi bu. На рабочую страничку спрашивает, смогу ли я прорекламировать товар Зузума. Спрашиваю, какой товар? Ты не поверишь. Трусы. Мужские трусы. Я начинаю играть. Но вишенка на торте — это то, что реклама должна еще быть на узбекском языке. Я не знаю узбекского от слова совсем. Видите, это трэш. Рингиска трусик Савгаки Ласис, айфон подарка Оласис. Лакос Берасис, Бур Оласис, Суприм Берасис, Офигар Барасис. Это прикол. Пишет мне на рабочую страничку, спрашивает, смогу ли я прорекламировать товар Зузума. Спрашиваю, какой товар? Ты не поверишь. Трусы. Мужские трусы. Я начинаю играть. Но вишенка на торте — это то, что реклама должна еще быть на узбекском языке. Я... Qaran nima bo'ldi hozir? Tursigini o'zbekchasini bila olmadimi shunda? Tursikni olasiz, podarka qilasiz deydi. Opaga kiydirib yuborishibdi. Nifiga u тебя volna deydi. Klient to'lov qilib chek tashladi, lekin 10 minut kech javob berdim va men va chatga bir dunyo narsa yozgan bo'lar. Uxlatib ketgandim o'ylama. Men sizni o'ylamagan. Shuna qolib bor. Xudoga solib tashlaydi. Shunaqa yozib tashlaydi. Hali unga anu kirib ispet qilmagansiz-da. Sigara chiqqan paytingda bo'ladi-ya, o'zi ham. Mana o'shaqa klientlar o'shaqa paytda to'g'ri keladi-da. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again. Tez orada yana qaytib ko'rishamiz dedi. Keyingisi Moskvada bo'ladi dedi. Tramp ham dizollanib qoldi. Yo'q dedi. Qiziq taklif deydi. Yangilari chiqib ketdimi nima bola, ey? İsmi nima buni? Opa bu. Pretty ekan. Neyim? Nima deydi? Nima siz nima qiziqyapsiz ismiga? Nima deydi? Yo, endi. O? Yubkani ko'tarib uradi. O'shanda zo'r uradi. Ko'rgan. 658 urdi. Qara, yubkani ko'tarasan, ko'r, o'rgan urishni. O'rgan. Qara. Hoppa, ko'tardi. Yubka bo'lmasa-chi? Yubka bo'lmasa, buyoq ko'tarib urish kerak. O'shanda udaring kuchli bo'ladi. Gap yo'q. Bola! Ovozini o'xshatyapti-da. Sen ham mashtaqa viring qila olasanmi? O'stirsam yaxshiroq o'xshaydi. Bundan ko'radi. Jonimga tegdi, mana qiz chiqardi. Mana pauza qil. Ha. O'sha qizichi Qashqadaryoga erga berib yuborish kerak onasini. O'shada.
İşte odam bo'ladi ish, ha. Ashetga berib yuborish. 2 kun yetar. 2 Bir 100 ta qo'yib berish kerak. 100 ta qo'y. Yo, qo'yni o'zi shart emas. Erga bersa bo'ldi. O'zi yetadi. O'zi qo'yga aylanadi o'tda. Sizlarda muammo Karizlarda, karizlarga yordam qilamiz shekilli video nomini endi. Odasini ko'rsataman. Qilamiz. Ko'rib turganinglarda na devorda, na polda bitta ham kafil ishlatilmagan. Maza qo'radigan joyi ani jar solinyapti-ku, minimalizm. Haqiqiy minimalizm mana shu bo'ladi. Na ichki burchaklarda, na tashqi burchaklarda, na devori yon tomonlarida. Xullas hech qayerda kafilni bir dona chokini ham topa olmaysizlar. Ko'ryapsizlarmi? Unitaz ham qo'ymaslik joyi kerak. suvdan umuman qo'rqmaydi. Minimalizm qilish kerak. Yana undan ham zo'r joyi, mana bu umumanliklarning ustilari ham xuddi shu narsa bilan qoplangan, lekin yarimta ham stik topa olmaysizlar. Bu narsani ataylab Italiyadan o'rganib kelganmiz. Ko'ryapsizlarmi? Ano hammanikidagi bir xil bo'lib qolmasin degan ano nozik did sohibalari uchun mana shu narsa tayyor. Hammanikiga o'xshab qolsa nima bo'lar ekan-a? Bizni boshqatdan qarab, voy anonikiga o'xshab qolibdi. Tualetim o'xshab qoldi. Birovni tualeti kimga qiziq? Vo, g'alati odamlar bor. Kartada qancha pul aylantirsangiz, kartangiz bloklanadi. 32 yoshli mashhur tradingchi bozor qulashi ortidan o'z joniga qasd qildi. Ukrainaning eng yirik kripto tadbirkorlaridan biri bo'lgan Kostya Kudo, haqiqiy ismi Konstantin Ganich, o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'ldi. Kiyevning Obolon tumanida huquq-tartibot idoralari xodimlari Lamborghini Urus avtomobili salonida boshidan o'q jarohati olgan 32 yoshli tradingchini jasadini topdi. Mahalliy nashrlar u jahon kripto bozorining qulashi fonida o'z joniga qasd qilganini yozmoqda. Qayd etilishicha, 10 oktyabrdan 11 oktyabrga o'tar kechasi AQShning ko'plab yirik kompaniyalarining aksiyalari, shuningdek, deyarli barcha kriptovalyutalar qulagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kudo kamida 30 million dollar pulini yo'qotgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, o'limidan biroz oldin Ganich Ukraina xavfsizlik kuchlarining bosimiga duch kelgan bo'lishi mumkin. Mana qara, mana shu endi qancha million yo'qotgan bo'lsa ham endi joniga arzimaydi-ku, javohir. Yo shu daraja bo'ladi deysanmi? Masalan, odam o'zini o'zi o'ldirgidek daraja bo'ladi deb o'ylaysanmi shu narsada? O'sha paytda o'shanaqa bo'lib qoladi. O'ta katta summa yo'qotganda miya o'ta mandraj bo'lib qoladi. O'ta. O'sha davrdan o'tib olsa keyinchalik yo'q deydi, sal o'ziga kelganda. Lekin imенно o'sha davrda baribir hech narsa ko'zga ko'rinmay qoladi. O'sha ish to'g'ridek tuyuladi. Menimcha. Xudo saqlasin. Voy. Shikasini yechib o'tyapti. Ko'ryapsam, dunyoda shunaqa narsalar kamayib ketganidan oddiy mana narsalarni ham shunaqa darajaga olib chiqib qo'yishyapti-da. Tovarni tekshiryapti, tovarni shimmi materialini. Shortikni. Shimmi materialini. Shortikni, noto'g'ri o'ylamaylar. Oh. Yok To'xta. To'xta. Muhabbat.
ko'rdingiz, bir ko'rishdi. Sevdi-yu qo'ydi. Qizga farqi yo'q ekan, lekin qorni och ekan. Qo'lini nimaga tiqdi? Voy! Qara, nimandir oldi. Nimaga? Oyog'ini ishqalab qo'ydi. Nima? Nima sen noto'g'ri o'ylaysan, ha? Nimaga noto'g'ri informatsiya beryapsan bolalarga? Oyog'ini ishqalab qo'ydi. Nima, oyog'ing qichimaydimi seni? Qichiydi? Qichiydi. Ana, uniki ham qichiydi-da. U ham odam uni qichigan paytda qashib qo'yadi-da endi. O'shada. O'shada. 来睇嚟，逼佬仔嚟，嚟睇嚟，蓋魚排 Bechoralar. 嚟睇。 Mana. Kichkina-ku bu hali, og'a. Karishlarga ham qiyin-da, ko'rdingmi? Kichkinaligidan qiynalishni boshlaydi bular. Ana, tug'sa bolasidan beringlar deydi. Tak, og'a, menimcha bugunga yetadi. Mana shu yerda pauza qilaylik. Ha. Ja, erkalar bordinglar o'zi sizlar. Ko'p video ko'rib bordinglar, yetadi. Bilsanglar bilarsizlar, o'sroqlar. Akalar hammanglarga rahmat, ko'rib, kuzatib, like'larni bosib, obunalar bo'lib, qo'llab-quvvatlab o'tirganingiz uchun kommentlarni portlatib tashlaylar, like kalasini. Javohir dovdirab qolsin, og'a nima bo'lyapti deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yurakdasizlar. Shunday do'stlar. E'tiborchi rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.